katılışçılar uchrashuv o'tkazyapmiz. Uchrashuvimizda ko'p chiqadigan masalalar mana o'zlaringiz bilayotgan kreditga bo'lgan talablarni, keyin 312 qaror, mahalla loyihasi, keyin 47 qaror, asosda ajratiladigan kreditlar bo'yicha savollaringiz bo'lsa, kredit olishda qanaqa muammolaringiz bo'lsa, o'shalar bo'yicha savollaringizni berasizlar. O'shalar bo'yicha o'rganib chiqamiz. Kredit olgandan keyin grafikda muammolaringiz bormi? Keyin mana o'qamiz kredit olaman deb turib, shu 12 qaror bo'yicha. O'sha qaror asosida kredit olib, kamida 2-5 nafargacha shuni bo'sh ishlar yaratish bo'yicha uchrashuvda gaplashib o'tamiz. Mana shu 3ta-5tagacha o'zingiz ehtiyojingizdan kelib chiqibdi. Hozir viloyat markaz bank rahbari kelyaptilar. Ana shu mana migrashiyani ishlatsang hech qachon to'laymaysan. Bizga kirib ketasan. 300 million olsang, bugun 50 ming olsang, 25 ming orqa turishing kerak. Shunga. 25 million chiqaradi. 312 qaror bo'yicha o'z yo'nalish bo'yicha siz ko'rsatish ishlab chiqarish yo'nalishida. 316 prezident qarori bor ta'lim muassasasi. Ta'lim bo'yicha bu bo'yicha hozir so'raymiz markaz bank qaysi bankka bergan? Bizda 312 qaror, keyin mahalla loyihasi, 47 qaror, maqsadsiz kreditlar, ipoteka kredit bor, avtokredit bor, maqsadsiz kreditlar bor, foizlar bilan maqsad yo'q. Lekin siz aytadigan kredit banklarga pul berilgan. Bosh mikrokreditlар qanday hozir o'rganib chiqamiz, sizga aytamiz, hozir aytdim, bizga bank bilan gaplashgandan keyin ta'lim yo'nalishi bo'yicha so'rayapsiz. Foizni